Şundaq yet bayram kunlarining o'zida nima uchun bizning Balinxo, Jolinxo, Linlinxo qatorki bir qism yoshlarimiz urug' tuqqanlarni yo'qlashdan bizar yoki bu urug' tuqqanlarni yo'qlab, patlab o'buq qilishni ancha yoqtirib ketmaydi. Biroq do'st yoranlarini tashlamaydi, shular bilan yetilishib, shular bilan kechdi birga yig'ilib qo'yib, shunaqo. Chunki naq gapni degan vaqtning o'zida ba'zi urug' tuqqanlarimiz bizning shu do'st yoranchiliklarimizni bulanmaydi. Shunchilikmi asqatmaydi. Shunga hozir yiroqdagi tuqqandan yaqindagi do'sting a'lo deydigan bo'lib qoldi. Endi bu yerdagi urug' tuqqan, navra, chavra deganlikning o'zi faqat bir qondoshlik munosabatini tilga olgan quruq joz bo'lib qoldi. Shunga nurg'un buningdek urug' tuqqanlarmi oylab, hatto yillab aloqalashmaydi, ko'rishmaydi, telefon urishmaydi, undadardan gaplashmaydi. Faqat shunday yilda bir qatim keladigan yet bayram va yoki bir o'lim jitim va yoki bir shu urug' tuqqanning to'y kun degandek ishlar shuningdek bana sabablar tufaylidan yig'ilib qoladi, ko'rishib qoladi. Rastqo bo'lsam shundaqmi? Ham bu urug' tuqqandachilik munosabatimi barbara manfaat munosabatiga taqishdigan bo'lib qoldi. Manfaating tegsa, biz degan chivinning qontichilik o'sma yaqin urug' tuqqan. Navad sening zining tegsa, bir qo'saqdan tushgan bo'lsangmi biz yiroq tuqqan. Endi bunimi butunlay xato deb ketkilanmaydi. Amal yo'q. Haqqi eg'irini selilversen, yüzünü dapta qililversen, haq shu sendan yiroqlashidi. Haqni sendan zerikidi, bir qo'saq akan olsa mastasa yiroqlashidi sendan. Endi lekin shu normal ahvollar ostidami bundaq bir qism yig'ilishlardan bizar bo'lishimizdagi sabab, shu yig'ilishlarning hammasida bizga nisbatan bir saxta ko'ngil bo'ladigan bir savol so'roqlar intayin ko'p. Voy to'y qildingizmi, necha yosh kirib qoldingiz hozir? Qaysi maktabga o'tdi bolangiz? Qaysi maktabga o'tib nani bitirib keldi? Endi qaysi nada ishlaydi? Xizmatga chiqdimi? Necha pul maosh oladi? Mashina oldimi? Uy oldimi? O'zi sizga ko'ngil bilib shundaqcha bir takliflarni birib ketadi. Shunaqo. Shuning bilan biz bu yerdagi urug' tuqqanlar yig'ilchiq voy bir aram olamizmiki? Kallimizni aram oldirib xo'shal bir berklarimiz deb aran g'amini tashlab qo'yib kelsak, ko'pincha cho'ng urug' tuqqanlar to'xtamay mushundaq savollarni so'rashqa, ko'chlashqa, bak amroq. Shuning uchun mushundaq gaplardan qechib, bundaq yet bayramlarda voy bo'ldilar deb o'zimizning puli o'zimizda bo'lgan keyin o'zimiz yolg'iz chiqibla bayram o'tkazgimiz keldi. Shu biz bilan yaqin o'tadigan, necha vaqtimiz sirdishib o'tayotgan shu do'st yoralarimiz bilan go'shtni tangyab, tang so'rin qilib o'ltag'imiz keladi. Shaxsan menmi Urumchida hozir chiqishilib qoldi bundaq yet bayramni o'zim yolg'iz o'tkazyapman. Qani o'xshash fikrdagilar go'shtni qozonga sep, dasqonni sep qo'ydim, go'nju qilib bir jurakni o'rbatib, patlab kelishni unutib qolmanglarmisa. Rahmat.